Insuliningiz nechi desam, juda ham ko'pchilik inson voyman saxirmasman deyishadi, lekin insulin faqat saxir odamda bo'lmaydi. U hammada bor, faqatgina uni oshishi bizani semizlikka olib keladi. Insulin o'zi vazifalari organizmimizda qonimizni tozalaydi, ovqatdan kirgan glyukozani energiyaga aylantiradi, tanada yog'ni taqsimlashda yordam beradi. Qonda qand miqdorini normallashtiradi. Agar sizda insulin oshsa, polikistozga, davleniyaga, ortiqcha vaznga sabab bo'ladi. Buni uy sharoitida dori-darmonlarsiz ham tushirsa bo'ladi. 15-may kuni aynan shunaqa muammosi bor insonlar uchun ozish marafoni tashkil qildim. Ozish marafonida siz insulinni tabiiy ravishda pasaytirish bilan birgalikda bir oyda eng kami 4 kilodan uzog'i 10 kilogacha sog'lom vazn yo'qotishingiz mumkin bo'ladi. Marafon haqida to'liq ma'lumotni olish uchun kommentariyada bir raqamni yozib qoldiring. Men sizga marafon haqida to'liq ma'lumot yuboraman.